Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasida chuqur qayta ishlash, qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish hamda ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar ulushini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy qayta ishlash korxonalarini ishga tushirish, energiya tejamkor va innovatsion texnologiyalarni joriy etish, xalqaro sifat standartlari asosida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish sohada barqaror o'sishni ta'minlayotgan muhim omillardan biriga aylandi. Ayniqsa mahsulotni xomashyo sifatida emas, tayyor va yuqori qo'shilgan qiymatli tovar sifatida bozorga chiqarish ustuvor vazifa etib belgilangan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Masofadan loyihasi yana siz bilan birga. Bugun BNB Agro Plus korxonasi faoliyati, xususan mahsulotlarni qayta ishlash jarayonlari, zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi hamda sifat nazorati tizimi haqida so'z yuritamiz. BNB Agro Plus korxonasi muhandis-texnologi Jamshid Shermuhammadov bilan bo'ladigan suhbatimiz davomida korxonada ishlab chiqarish jarayonlari, texnologik yondashuvlar va mahsulot sifatini ta'minlash borasidagi muhim jihatlar haqida batafsil ma'lumot olamiz. Jamshid aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamshid aka, bugungi kunda BNB Agro Plus korxonasida asosan qaysi turdagi mahsulotlar qayta ishlanib kelinmoqda? BNB Agro Plus korxonamizda qishloq xo'jaligini qariyb hamma turi qayta ishlanadi. Chuqur qayta ishlashga ixtisoslashgan. Hozirgi vaqtda biz sabzi mahsulotini chuqur qayta ishlashda quritish jarayoni bo'lyapti. Masalan, hozir biz turgan seximiz quritish sexini birlamchi liniyasi deyiladi. Mahsulot kirib keladi. Avvalo laborantlarimiz uni tarkibidagi kimyoviy zararsizligini aniqlab beradi. Va undan keyin sabzini tuproqlardan tozalaymiz. Undan keyin yuvish barabanimiz bor. Yuvish barabanidan o'tadi. Saralash liniyamiz bor. Bu yerda qizlar saralab bo'lgandan keyin sabzini po'stlog'idan tozalash jarayoni bo'ladi. Undan keyin sabzi mahsulotini kerakli o'lchamda maydalab berilgandan keyin keyingi bizlarda asosiy seximiz bor. Bu yerda quritish liniyamiz bor. O'sha jihozlarda biz hozir qayta ishlaymiz. Barchaga ma'lumki, mahsulotga bo'lgan talabning yuqoriligi uning sifatiga bog'liq. Sifatni ta'minlashda esa zamonaviy texnologiyalarning o'rni katta. Mazkur yo'nalishda korxonada yo'lga qo'yilgan jarayonlar yuzasidan ham ma'lumot berib o'tsangiz. Quritish liniyamiz. Mana bu bizning asosiy boshqaruv pulti. Bu yerda qo'l mehnati kerak emas. Hammasi texnologik jarayon, hammasi pult bilan bo'ladi. Maydalangan sabzi kirib keladi, bo'nkir aylanib keladida, ya'ni qisman tayyor bo'lib keladi. Oxirigacha quritib beradigan liniyamiz bor bu yerda. Oxirgi marta tekshiruvdan o'tgandan keyin, kerakli namlikni bergandan keyin qadoqlashga ruxsat beriladi. Qadoqlab, eksportga tayyor qilib saqlab qo'yamiz. Suhbatimiz davomida laboratoriya haqida ham fikr bildirib o'tdingiz. Bu ham o'z navbatida mahsulotning yuqori sifatini ta'minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Albatta, laboratoriya juda kerakli tarmoq bo'ladi. Jarayonning hammasi laboratoriya nazorati ostida bo'ladi. BNB Agro Plus korxonasining laboratoriyasida hozirgi hamma tekshirish jihozlarigacha hammasi zamonaviy jihozlangan. Korxonada ishchilar uchun yaratilgan sharoitlar yuzasidan ham qisqacha ma'lumot bersangiz. Ish bizda 2 smenada olib boriladi. Har bir smena maxsus kiyimlar bilan ta'minlangan ishchilarimiz. Tartibli, intizomli, tozalikka qat'iy rioya qilinadi bizning korxonamizda. Keyin issiq ovqat bilan ta'minlangan, oyliklar vaqtida beriladi. Hech kimniki kechiktirilib yo norozichilik yo'q. Bu yerda ishlaydigan ishchi xizmatchilari hammasi mana shu BNB Agro Plus korxonasida ishlayotganidan minnatdor. Shu qatorda mana men ham shu BNB Holding oilasining bir a'zosi ekanligimdan juda ham faxrlanaman. Jamshid aka, javobingiz uchun katta rahmat. Hurmatli obunachilar, ijtimoiy tarmoqlarimizda biz bilan qoling va yangiliklarimizni kuzatib boring. Biz esa yaqin orada sizga nafaqat qishloq xo'jaligi, balki faoliyatimizning boshqa yo'nalishlarida olib borilayotgan ishlar haqida ham qiziqarli va foydali ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Masofadan loyihasining keyingi sonida ko'rishguncha salomat bo'ling.